menga hayajonlash mumkin emasmi? Boshlandi. Taksi ko'zim, hidlayman. Nima, benzin kraska kiyimim nima? Hidlaysan, ha? Anu, Odam pulga ham taksi ko'z bo'ladimi? bo'larkanda. İyi. Hidlagim kelyapti. Ha, hozir pul yo'qchi debdi. Qancha 5000 toping. Mana. Kamku. 3000 to'ming, bitta qolib ketdi. Ana. Tashakkur. Ömrüm. Ukajon, men qarzim qancha edi? Tak. 300 ming. Mana 300. Ha, xotin. Hayotim 300 ming hidlagim kelyapti. 6 oy deganda endi beraman dedi, ha. Hayotim 400 ming hidlagim kelyapti. Mana naqd yo'q, kartaga borqa yechib kelishni. Pul yechildi, SMS-ga kartamni bering. Va menga qara uka, men bilan o'ynashmagin. Tushundingmi? Shunda bitta urama apperkotni beraman. Tushundingmi? Ha, ona tinchlikmi? Ha, pensiyachi pulimni bermagan 10 kun oldin tashab ketganman deydi. Pensiya qani? Hidlagim keldi, olib qoldim-da. Bo'lmasa Oyjonga bering 8 ming pulni o'zi. Ha, men berishim kerakmi? Ha? Ona shunaqa firibgarlar ko'payib ketgan o'zi. Ha, o'shada. Mana. Ha, xotin. Hayotim ikkita qizil puldan hidlagim kelyapti. Pul bermasam bermayman de nima qilasan? Bu xotini bering boshqa. Boshqa bahona top. Ana. Hayotim endi pul hidlamayman, taksi ko'zim tugadi. Xudoga shukr. Tilla hidlagim kelyapti. Tilla qaydan olaman? Tillanimi? Ishonch do'konlarida atigi 3 kun barcha tillalarni 1 gram narxi 1 million 250 ming so'mdan. Undan tashqari 3 million so'mdan oshgan xaridimiz uchun bitta sovg'a, 6 million so'mdan oshgan xaridimiz uchun ikkita sovg'a. Sovg'alarning soni xuddi shunaqa oshib boradi. Bo'ldi, shu yerda olamiz nima bo'lsa. Yangi qora mayli bu hidlagim kelyapti. O'zi ma'no nima? Şeker qo'llaringdan sharbat icharman. Xotin beraka yordam beg'ish terishga. Voy, meni bir dunyo ishlarim bor. Bezovta qilmang, hali ovqat qilishim kerak, kir yuvishim kerak. Oling. Oilaviy qilmaymizmi birga xotin? Ovqating pishdimi? Oyi, shu desangiz uy quryapman. Shuning uchun telefoningizni ko'tara olmadim. Hamma ish meni bo'ynimda hozir. Bitta xishcha olib berding, uyda ma'qul. Aptitim o'ldi men. Jiyan, bormisizlar? Keling tog'a. Qara tog'on keldilar. Voy, tog'a, assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? O'zim kelmasam boray demaysizlar. Voy, ishlarim shunaqa ko'p, uy quryapman. Ama uyni o'tiribman-a? O'rta, tug'ilgan kuningga borolmayman, qurilish qilyapman-de. Yarimta g'ishcha olib berding, muncha gapirding, yurakka to'kilding. Vijdonan ayting, yordamlashmadimmi, qarashmadimmi? Yo'q, sen bo'lmasang qilolmasdingmi? Mana shu uyimni qurganman, o'zim qurganman. Shu g'ishni o'zim olsam bo'lmasdimi men? Uyga bitta kondisioner qo'yish kerak. Oshxonaga bitta gaz plita. Voy, oyi, telefoningizni ko'tara olmadim. Kuyovingizga gaz plita bilan televizor olib beryapman. Men o'zim olaman, qayersan olib beryapsan? Odam bo'lmaydi bor-ku. Şeker qo'llaringdan sharbat icharman. Xotinjon, qara, men senga 8-marta sovg'a olib keldim. Voy hayotim. Ha, aka. Uylanmasingizdan oldin 8-mart faqat singil uchun edi. Uylanmasingizdan oldin mana shu murg'ak qo'llarim bilan kirlaringizni yuvardim. Eyvoh, singlim to'xta. Singlim, mana shu sepochka senga singlim. Akam jonim, akam, meni mehribonim, akam. Uylanganingizcha kirlaringizni yuvganmish. 60 bilan yashashni bas qiling. Hozir yoningizda men borman. Men kuningizga yarayapman. Qo'y. Eyvoh, xotin to'xtagin. Xotinjon, bu sovg'a aslida senga edi. Akam tog'im der edim. Akam och qolmasin deb mana shu qo'llarim bilan ovqat pishirib berardim. Ana endi bitta sepochkaga arzimagan singil kimga ham kerak? Beshafqat dunyo. Eyvoh, singlim shoshma. Singlim meni ko'zlarimda moshday ochding, mana shu tilla senga ol. Aka desam, yayragaydir zabonlarim. Issiq-yu sovugiga qarasam, tunlar bedor ovqatlar qilsam, meni qadrlamaslar orasida men bechora tillan suyuqqa joy yo'q ekan. Nima qilaysizlar? O'zi bittagina sepochkacha senga beray, bunga beray, nima qilay? O'g'lim, 8-mart onajonlar bayrami. O'sha tillarni menga berib qo'ya qol. Bo'lmasa hammamizga bitta ber. Chorvoqdagi piramidada oilangiz uchun joy qidiryapsizmi? Yoki Amirsoy Chang'i kurortiga yaqin mehmonxonalar narxini bilmoqchimisiz? Balki tog'da yangi qurilayotgan Seabreeze All Inclusive yangi maskanni qidirayotgandisiz. Endi bunday savollarga javobni Bronla.uz saytidan topasiz. Bronla.uz endilikda nafaqat dachar, balki tog'dagi dam olish maskanlari va mehmonxonalarni ham taklif etadi. Sayt O'zbekistonda ro'yxatdan o'tgan bo'lib, minglab mehmonlarning ishonchini qozongan. Hoziroq saytda xohlagan mehmonxonangizni bron qiling. Ular sizga eng qulay narxni kafolatlaydi. Agar ulardan ham arzonroq narxni topsangiz, oradagi farqni to'lab berishadi. Bronla.uz tog' dam olishi bo'yicha yagona portal.
Qarab orasizlarmi? Ha, keling. Ozor bermay begonadur ko'ngil. Menga boshqa sotuvchi berish iloji yo'qmi? Yana mendan voz kechyapsanmi o'zingcha? Iye, buni parogi ham bor ekan-a? Ha, yuzimga oyoq qo'yganda oyog'ingni qo'yib chiqasan shunga. Ruli qalay ekan? Yengil. Xaraktering neyda xuddi? Iye, monitorlar yonar ekan-a? Ha, yuragim yonganda yonadi-da bu. O, 7 kishi sig'ar ekan-a mashinaning ichiga. Ha, seni ko'nglingga necha kishi sig'adi? Qora rangi chiroyli ekan-a? Ha, ol, sen iching qora-ku patsvet bo'ladi. Aha. Balon nechi buni? Ayrilgan cheslomiz. Ha, 20 mi? Yaxshi. Suyi Sergeldan moshina olsang, anaqa parogi, tonirovkasi, poylar qo'shib beriladi, bonusga bepul. Boshi zo'r bo'ldi. Mashina bo'lmasa avtotest qilsa ko'chaga chiqarib bera olasizmi? Seni yuragimdan chiqarib tashlaganman, bitta mashina chiqarish qiyin emas menga. Siz jonga ham tegdingiz, uncha ming'ir qilasiz. Nech pul mashinaning narxini ayting undan ko'ra? Men narxini aytaman, sen sevging narxi qancha? Bor-e. Yo'qal. Xotinjon, men senga pul salonga borasan. Menga pulingiz nima kerak? Sizda pulni oling, toqqa boring, dachaga boring, dam oling. Dugonlaring bilan bor. Menda dugona yo'q, hech qaysi do'stlik qilmagan. Haqiqiy do'stim siz. Xotinjon, sen ko'ylak olib keldim. Menga ko'ylak nima kerak? Mana ko'ylagim bor-ku. Eski-ku. Eski emas, 8-sinfda balli qizlarda olganman, 65 yil kiyaman. Yirtilib ketsa-chi? Yirtilib ketsa boshimga pat qo'yib, nayza kamon bilan. Topshiraman buni yetib. Xotin, Ha, tug'ilgan kuningga ha, bitta yangi ha? iPhone 17 olib beraymi? Menga iPhoneingiz nima kerak? Mana miloddan avvalgi 4-asrda chiqqan Nokia telefoni bor-ku, zakon ishi menga. Zuyuksan chunga. Ilon chegarasini o'ynayman. Zo'r sana shunay. Kir yuyotgandim, cho'ntagingizdan pul chiqdi, oling. Esimga ham yo'q, olib qo'y sanga o'sha. Menga pul kerak emas, o'tinaman, oling, begim. Berxay. Ertayu kech futbol. Undan ko'ra qizlarga kirib like bosing. Yo'q ekan, yo'q. Bosing, xursand bo'lasiz. Dada, onam Rossiyaga ketaman, bitta duo qiling ketay. Amin. Iloyim Rossiyaga borib pachka pullar olib kel. Alloh. Sog' bo'linglar. Sardorjon Rossiyaga ketayotgan ekansan, mana ikkita patir bilan murabboni o'rtog'ingga olib ketgin. Sizni o'g'lingiz Vladivostokka, men Moskvaga to'g'ri kelmaydi. Yo'li uni. O'g'lim, olib bor, qo'shnimiz savob ol. Aka Rossiyaga ketayotgan ekansiz, dadangga uni pichoq berib qo'ying. Rossiyaga pichoq yo'qmi? Bu chust pichoq ekanda. Rossiyaga ketayotgan ekansiz, mana bu kiyimlarni akamga berib qo'ying. Nima qilaman bularni? Aysiz kiyimlarda olib borib bering, iltimos endi. Jiyan, hali ketmadingmi? Mana isiriq bilan nosni o'g'limga olib borib ber Rossiyaga. Boshqa narsa yo'qmi olib ketishga? Diskam bor edi, to'yimiz diski yaqinda chiqdi. Olib borib bering shuni ham. Ey odam, DVDlar yo'q bo'lib ketdi. 10 yil bo'ldi bunga. To'xtang, men fleshkaga o'tkazib kelaman. Hop, hozir kutib turing. Kutiraman, olib keling. Ha, yetikda olib keting Rossiyaga. Mana u ko'patani olib ketinglar Rossiyaga. Yong'oq mayizni ham olib ketinglar. Salyonni qolib ketibdi. Ketdim men Rossiyaga, yaxshi o'tiringlar. Hayır. Ketmadingmi? O'tkazmadi aeroportdan. Yo, mayli salyonni murabbo pichoq bilan nosga nima gap bor? Aeroportga qo'ymaykan-ku. Qancha ishim qolib ketdilar deb. Hasto bo'lamiz. To'yimizni fleshkaga yozib keldim. Yarim Moskvalarga ketdi. Men klientim keldi, ketdi. Qanday sana kelin keladi? Sen shunaqa klientlar kelsa faqat senga bo'laman shunaqa. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xoliq, ko'zingni och, menga qara. Jo'rachiligimiz qara qoldi. Do'st edik, yoshlikka birga katta bo'ldik-ku. Mollan boqib nonlarga. Shu payt o'zi mollarni aytayotgan zamonmi? Qarab orasizlarmi? Assalomu alaykum. Sizday oppoq qizga Swiss S9 ni qop-qorasi juda ham yarashar ekan, to'g'risini aytsam, oppoq, qop-qora mazza. Sizday oppoqqina qizga oppoqqina S07 bor, mana keling. Hozir. Mana eshiklari ham zo'r yopiladi-da, ko'ryapsizmi? Oppoq kurtka bilan keldik, biz ham bir ko'rsak. O'tiring, ko'ring mana. O'tib ko'ring, mana ichiga yozilgan mana ma'lumotlar. 7 kishilik crossover, katta panorama tomlarini qarang, erta mazza qilib, oilaviy, mazza qilib. Xoliq oilang bo'lgan aytibsan, buni oilasi bor, oilaviy ketsa bilan, bolalari bor buni, xotini bor. Hozir bir minut. Shaboz.
salonlarni xohlagan rangini qilib beramiz sizga Kerak xohlasangiz. bo'lsa bu semiz erta terlaydi. Chalg'imang, qani konditsionerlar bor mana. Ana shu konditsioner senga yordam bermaydi, maska aytaman, terlaydi u. O'yindan ko'taring eshitilmaydi ovozi. Hozir shunda suv Sergelidagi barcha mashinalarga 72 million so'mgacha chegirmami? Jonim, nima deysiz? Olamizmi? Davay, o'zlari ma'lumot to'ldirib berganda davni olardi. Bor o'ziga ham qara, joniga ham qara, bor chop. Men nimaga qarayganim? Bu joni ham o'zi ham. Xoliq, sani klienting bor, qara. Qara meni klientim, assalomu alaykum. Buni qorniman katta-ku. Tushunam shunda. Şeker qo'llaringdan sharbat icharman. Ye, keldinglarmi? Nimaga vaqtli keldinglar? Hali yarim soat bor-ku. Mayli, 1 soat oldin ketasizlar. 5 minutgina vaqtlar solsam. Assalomu alaykum, bosh uzr kech qoldim. Boshqa qaytarilmaydi, mayli men jazolang. Yo, nimaga jazolang? Meni uyim ishlamayapti-ku, ukajon. Yo'lda probka ekanda shunga avtobusga men kech qoldim. Avtobusmi? Qarang, siz shuna buxgalteriyaga uchrang, sizga bitta jentra beramiz mashina. Cobalt. Ko'p o'lib ketsin boring. Abid, nima bo'ldi? Ketdik, lavash, manti nima? Obedni o'zimiz bilan saboy olib kelganmiz. Saboy ovqat olib kelganmiz. Bu boshliq uchun qanday sharmandagarchilik. Bugundan boshlab Abid mandan turinglar. Milliy taomlarga borib sushi yeymiz. Men qarasan, nima ko'k kuylar kiyib kelgansan? Yo, oq ko'layim qurmaganda boshliq shunga kechiring nima qilib. Nima kechirik deysan? Zo'r turt yarashar ekan senga. Tushunmadim men. Yo, uxlamayman boshliq, uxlamayman. Yo, uxlasang uxlar, ukajon, men yostiq bilan uxlagin, buni boshqa qo'ydi. Muzikani past qiling. Yiqitdik mayli, bor, bir oy o'pska senga. O, sayohatmi? Yo. Qarang, sizga kollektiv nomidan bir haftalik oilaviy Sharlining shayxiga putyovka beramiz. Boshing ko'tarmani, mana buni qo'y, boshing og'rimaydi, botmaydi boshing. Молодец, mas'uliyatli xodim. Boshliq, men yaqinda dekretga chiqaman. Shunga meni ishdan bo'shatasizmi? Endi men sizni ishdan bo'shataman. Ishga chiqa olmayman-da. Yo, qarang, men sizni umuman ishdan bo'shata olmayman. Buni 409-moddada ham belgilab qo'yilgan. Agar tashkilot yopilib ketsa yoki siz o'z ish majburiyatlaringizni muntazam buzib borsangiz, o'shanda siz bo'shatishi mumkin. Bizda hammasi yaxshi-ku. Hujjatlarni olib kelay bo'lmasa? Yo, o'zim olib kelib bo'lganman. Boring ishingizni qiling. Rahmiddin tog'a. Biza ketdik, hamma joy qulfladik, hamma zo'r. Post yaxshi topshiring. Yo, kechqurun qaytib kelib, o'rningizga o'tiraymi? Ketasizmi uyga? Yag'i xijolat qilmanglar, qorovul-ku bizlar o'zimiz qaraymiz. Mayli. Singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang.